Nima uchun arab tilini bilgan ota-onalarning farzandlari arab tilini tez o'rganishadi? Birinchi sabab bu uy muhitida arab tilining keng qo'llanilishi. Masalan, siz arab tilini bilasiz va uyda ma'lum bir predmetlarni, masalan, kitob, kitabun, qalamun deb bolangizga tushuntirishingiz, o'rgatishingiz, bu arab tilida shunaqa bo'ladi deb aytishingiz, bu uning yaxshi esda qolish ko'nikmasini rivojlantirishga va bundan keyin arab tiliga yanada qiziqishi ortishiga sabab bo'lishi mumkin. Ota-onalarning arab tilga bo'lgan ijobiy munosabati bolalarda ham erta yoshdan boshlab bu tilga bo'lgan qiziqishni va ijobiy munosabatni keltirib chiqaradi. Uchinchi sabab bu madaniy va diniy qadriyatlarning mavjudligi. Islom diniga e'tiqod qilayotgan mamlakatlarda, xususan bizning vatanimiz O'zbekistonda ham ota-onalar bolalariga erta yoshdan arab tiliga qiziqishlarni uyg'otishlari kerak. Bu esa bolalarga tilga nisbatan hurmat va qiziqishlarni shakllantirishi mumkin. Bolangiz arab tilini tez va samarali o'rganishni xohlasangiz, siz ham arab tilini o'rganishni boshlang.